ey Muhammad, saqarning nima ekanligini qayerdan ham bilar edingiz? U biror kofirni qoldirmas ham, o'z holiga qo'ymas ham, balki kuydirib azob berur. U terilarni qoraytirib kuydiruvchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik qilur. Biz faqat farishtalarni do'zax egalari qo'riqchilari qildik. Va biz faqat kufrga ketgan kimsalarni sinash uchun ularning sanog'ini 19 ta qildik. Toki kitob berilgan kimsalar aniq bilgaylar va iymon keltirgan zotlarning iymonlari yanada ziyoda bo'lgay. Hamda kitob berilgan kimsalar ham, mo'minlar ham bu xususda shak shubha qilmagaylar. Yana dillarida maraz, munofiqlik bo'lgan kimsalar va kofirlar bu misol bilan Alloh nima demoqchi degaylar. Alloh o'zi xohlagan kimsalarni mana shunday yo'ldan ozdirib qo'yar va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Parvardigoringizning qo'shinlarini, farishtalarning adadi va sifatlarini uning o'zigina bilur. U jahannam haqidagi xabar insonlar uchungina bir eslatmadir.